Reels ko'rib yotib, mana shu videoni ko'rib qoldim. To'g'risi men ishonmadim. Hozir siz bilan mana shu ko'rgan videolarni amalda sanab ko'ramiz. Menimcha bu yolg'on, lekin sanab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi shar, shprits. Qani boshladik. Bizda birinchi urinish. O'xshamadi deb xijolat bo'lmaylar. Hali bizda shar ko'p. O'rtoqlar, mendan doktor chiqmas ekan. Doktor bo'lmay to'g'ri chiqibman. O'xshadi. Men bildim. Bu tor tomonidan tiqsalang, yorilib ketyapti shar. Mana. Hozir nima bo'lganini chiqaramiz boshqatdan. Mana. Xo'p, o'rtoqlar, jon tomonidan, yumshoq tomonidan tiqsangiz yorilmayapti, bu tomondan tiqilsa yorilyapti. Demak, lifehack o'xshadi. Lifehackimiz o'xshadi. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin, kommentariy yozing, like, podpiska esdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.